birorta murojaat e'tiborsiz chetda qolib ketmaydi. Sizni qiynab kelayotgan qanday murojaat bo'lsa, albatta atroflicha bunga yechim beramiz. Sayyor qabulning asosiy maqsadi ta'lim sohasidagi mavjud muammolarni o'rganish, fuqarolar murojaatini tinglash va ularning yechimi yuzasida amaliy choralar ko'rishdan iboratdir. Har bir murojaat atroflicha qonun doirasida, vakolatimiz doirasida o'rganiladi. Laboratoriya jihozlari xonalariga murojaat atroflicha o'rganib chiqiladi. Bugunni o'ziga yechim kerak. Tegishli mas'ullarga xat bilan chiqamiz. Yoshlarni ta'minlash, ularning muammolarini yechish, yoshlarga sharoit yaratib berishimiz, xalqni rozi qilishimiz. Ustoz hozirgi vaqtda oliy toifali o'qituvchilarga talab darajasi oshib bormoqda. Taklifni berasiz, sizni buyrug'ingizni bugun chiqaramiz. Rahmat. 6 oydan beri men ishsiz edim. Bugungi sayyor qabul muammomni yechdi. Shu munosabati bilan bo'lim boshlig'iga minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun turmush o'rtog'imning ishi sababli biz Denov tumaniga ko'chib keldik. Men oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchiman. 15 yildan beri ishlayman. Bugungi sayyor qabul meni ish muammolarimni yechib berdi. Ayni paytda o'zim yashayotgan Bog'iyram mahallasiga, ta'lim sohasiga ishga qabul qilindim. Bugundan boshlab buyrug'im chiqadigan bo'ldi. Bugungi sayyor qabulni tashkil etgan va muammolarimizga yechim topgan viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarma boshlig'iga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yataqol taklif berdim, bir ko'ring dedim. Oliy toifali bering sertifikat. Siz bilan ta'minlaymiz. 2021 hamda 2026 o'quv yillarida Toshkent nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogik universitetini tamomlab keldim. Boshlang'ich yo'nalish bo'yicha hozirda oliy ma'lumotliman. Tashkil etilgan sayyor qabulga kelib, men boshlang'ich sinf o'qituvchiligi bo'yicha ish so'rab murojaat qildim va ular yashash hududimga yaqin bo'lgan maktabga ishga joylashadigan bo'ldim. Buning uchun bo'lim boshlig'iga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sayyor qabulni tashkil etilgan tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men va menga o'xshagan ishsizlarga ish bilan ta'minlab beryapti. Bugun Denov tumanida jami 111 ta ta'lim maktabi va 56 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lib, Surxondaryo viloyati maktabgacha maktab ta'lim bo'lim boshqarmasi boshlig'i tomonidan reja grafik asosida fuqarolar bilan ochiq muloqot, sayyor qabuli rejasi tashlab berilgan. Shu munosabat bilan 17-umumiy o'rta ta'lim maktabida bugun sayyor qabul bo'lib o'tmoqda. 46 ta murojaat kelib tushdi. 30 ta murojaat joyida hal qilindi. Fuqarolarga huquqiy tushuncha berildi. Qolgan murojaatlar vaqt talab etilishini tushuntirib yetkazdik. Qolgan murojaatlarni ham bartaraf etiladi. Davlat rahbari ta'kidlagandek, biz xalqqa xizmat qilishimiz kerak. Xalq biz uchun xizmat qilmasligi kerak. Biz xalqni rozi qilishimiz kerak. Har bir fuqaroni murojaati atroflicha o'rganib chiqiladi. Vakolat doirasida, qonun doirasida yechim beriladi. Boshqarma boshlig'imiz tomonidan reja grafiki tasdiqlab berilgan. Bu sayyor qabulimiz fuqarolar bilan uchrashishimiz hududlarda, uzoq olis hududlarda ham bo'lib o'tadi. O'z joyida murojaatni yechim berish uchun biz borib murojaatini joyida hal qilishimiz kerak. Fuqarolar avvora bo'lib markazga kelib qiynalishni xohlamagan holda biz o'zimiz maktabda belgilangan tartibda hududda borib murojaatni yechib, olis hududlarda ham reja grafik asosida davom etadi.